Biz Angrendagi obyektimizda asosiy fasad devori va sokol fundament qismlariga to'liq gibkiy kamerlarimizni yopishtirib, xonadon egalariga topshirdik. Obyekt to'liq bitishi qancha rasxod ketdi, nimalar qildik? Shu haqida bilishni xohlasangiz, ekranga yaqinroq kelib joylashib oling. 95 ming so'm 1 kvadrat gibkiy kamen, maxsus kilega, maxsus laki, yetkazib berish xizmati va gibkiy kamenlarda asosiy fasad devorga, sokol qismlariga o'rnatish uchun usta xizmatlari ichida dogovor qilgan. Balandlikda xavfsiz ishlash uchun lesa arenda xizmati, qo'shimcha materiallar, 3 mahal oziq-ovqat va yotoq joy bilan uy xonadon egalari ta'minlab beradi. Fasad devorlari va sokol fundament qismlariga 72 kvadrat gibkiy kamenlarimizni o'rnatib berdik. To'liq obyekt bitishi uy egalariga 6 million 840 ming so'mga kelib tushdi. Devor bilan sokolda birinchi ko'rinishini sizlar bilan bo'lishkim keldi do'stlar. Obyekt to'liq bitganligi haqidagi video syomkani video oxiriga joylaganmiz. Puliga arzisa baho berib kommentariy yozib qo'yinglar do'stlar. Biz hozirda O'zbekistonda barcha tumanlari va shaharlari bo'ylab gibkiy kamenlarimizni yetkazib berish xizmati, maxsus kilega, maxsus laki devorga o'rnatish uchun usta xizmatlari ichida devorni holatiga qarab 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha gibkiy kamenlarimizni devor va sokollarga o'rnatib kelyapmiz. Kimga gibkiy kamen qiziq bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamga murojaat qilib to'liq ma'lumotni olishlari mumkin. Yilda devorini remont qilib charchagan do'stlarga ushbu videoni yuborib qo'yamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar. Biz har doimgidek xizmatlaringlar.